Bir shifokor aytayaptiki, qoraga germaniyalik bir to'da olimlar islomga kirdi deyapti. Ilmiy ish qilishibdi-da, uyqu borasida. Uyqu qachon uxlash kerak, qanday uxlash kerak, necha soat uxlash kerak. Erta uxlab, erta turishlik insonni yuragiga quvvat berar ekan. Arablarda maqol bor, qum bakiron va nam bakiron. Erta uxla, erta tur. Xufton gufton deydi forslar. Xufton o'qidingmi, endi uxla. Bomdodga tur degani-da, qum bakiron. Bomdodga turamiz. Soat 10 bilan bomdodda oralig'idagi uyqu azlar insonning yuragidan juda ko'p insonga kerakli bo'lgan narsalar ajrab chiqar ekan. Germaniyalik olimlar isbotlayapti. Agar inson kech uxlasa, kam uxlasa, ana u yurakdan foydali narsa chiqmas ekan. Shuning uchun kam uxlaydigan odamlarning aksarida yurak kasali bo'ladi. Qoraga deydi. Keyin haligi olimlar deydi, shu narsani biz topgandik, biz topdik degandan keyin musulmonlar aytdiki, bu bizning odatimiz. Haqiqatan musulmon yurtlarida yurak kasalidan o'lish kamagan. Bor endi hozir. Lekin kamagan bar g'arbga nisbatan. Ularda chala uxlanar ekan. Endi aytayapti, xulosa qilyapti. Agar shu kechasi uxlamasdan, ertalab tong sahardan keyin uxlab bir kun uxlasa ham, shu kechqurungi uyquning foydasini bermas. 2 kun uxlasa ham foydasini bermas. Alloh taolo shunday yaratgan ekanda siz yuragimiz. Uyqu bizga kerak. Alloh taologa emas. Kasal kim bo'ladi, banda kasal bo'ladi.